Ukalarim, xudo xolasa mana kichkina idishga oldik. Ushbu ilon balig'imiz lichinkalarini endi katta hovuzimizga solishdan oldin bir chekkadan kuzatib olamiz. Qanaqa holatda katta bo'lyapti, qaysi birlari katta bo'lib ketdi, qaysi biri kichkina bo'lib qoldi. Mana hozir ozgina xavf sezsa, o'sha bular qochishga boshlaydi mana. Shuning uchun aytaman, machli baliqlar ko'paydimi, o'sha 2 kun, 3 kunning ichida sira suzib olishinglar kerak. Bo'lmasam, mana shu holatda qolib ketib qolgan bo'lsa, ko'linglardan umuman usha olmaysizlar mana. Mana akalar. Haravarimiz. Xohlasa buni sanab sekin solamiz, o'zimiz uchun hisobini bilib olamiz. Ayy